Ha, korobkani hozir men polni narsalarning ichidagini yig'aman sizlarga ko'rsataman. Ikki xil menda tanlov bor edi. Bittasi yig'ilish jarayonini sizlarga ko'rsatish, ikkinchisi bunday qilsam tirsatib tayyor qilib qo'yish. Men ikkinchi variant tanladim akalar. Tayyor bo'lgan holatda sizlarga ko'rsataman. T degan gapni rosa qiynalib gapiryapman, qulagim kelyapti-da. Keyin bunaqa shilchoq deganda men oldin tanisi esimga tushib ketdi. Bunday qiladi, butun koinotni yarimi yo'qolib ketadi. Nimaga men alkashlarga o'xshab turibman? 90-yillarda mana shunaqa paltolar kiyib olib yurishardi, bilsanglar. Chek olgan. 1, 2, 3. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее. Yoshligimda akalar meni kichkinagina orzuyim bu teleskop olish bo'lgan, sababi astronomiyaga juda ham qiziqaman. Istoriyalarimda ham bu narsani gapirganman. Mana Amerikaga kelib olgan yarasha eng yaxshisini oldim. $200, $500 ham turgan ekan, $900 oldim. Bugun meni birinchi oy ko'rishim bo'ladi. Oyni ko'rishdan oldin bitta kichkinagina eksperiment qilmoqchiman.